Musofirda nima keragi bor shunaqa urushda? Nima keragi bor bu yoqqa keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima kamera yo'q bilasiz? Men sizdan biroz savol so'ramoqchi. To'xtang. Kerak emas. Yo, yomon narsa olmayman men aka. Maylimi? Bu yerda men qizim bilan turibman-da. Biroz savol so'ramoqchiman, maylimi? Urushmaydi. Taniyman. Taniysiz? Qatdan taniyman. Keyin bo'lib taniygansiz. Yo'q. Bitta. Bitta savol so'raymiz. Aka, ismingiz nima? Ismim Musa aka. Qayerdansiz? Samarqanddan. O, Samarqandda bormi? Anor biyoba bolinam. Hozir kommentariyada ko'ramiz. Akamiz yaxshi video olyapmiz, chiroyli video olyapmiz. Urushmaylar. Nima urushyapsizlar o'zi? Men endi oilaviy muammo-da. Qo'ysangiz. Ayol kishi tushunmaydi. Ayol kishi to'xmiya bo'ladi o'zi. O'shaning uchun uni gapiga e'tibor bermang. Hop deb qo'ying, bo'ldi. O'tib ketadi. Bo'lmayapti-da aka. Siz qayerdansiz? Tojikiston. Qayerdan? Dushanbe. Qanchadan beri Rossiyadasiz? 2,5 yil. Nima ish qilasiz? Aytishim shartmi? Aytavering. Menejer. Boshlang. Kamparam qaraymi, ha? Oyiga qancha pul topasiz? 150 ming, 300 ming. Ikkita ishda. Shunchadan qanchasini uyga jo'natasiz? Jo'natmayman. Siz ham uyingizga pul jo'natasiz-a? Shu endi muammo bo'lyapti-da yuborish. Hozir ko'pchilikda menimcha shunaqangi muammoga duch kelyapti. Hozir men sizlarga mana prям video olib tushuntiryapman. Ko'pchilikka ma'lum, hozir kunda Arbuz ilovasi chiqqan. Arbuz ilovasi orqali bez komissiya, ya'ni komissiyalarsiz baland kurslarda uyingizga pullaringizni yuborishingiz mumkin. Eng qiziq tarafi, siz VIP promokodidan foydalansangiz, yana ham balandroq kurslarda jo'natasiz. Обязательно VIP promokodini pul yuborayotgan paytingizda kiritinglar. Bularga o'xshab urushib, janjallashib yurmanglar musofirga kelib. Chiroyli yuringlar, xo'pmi? Aka, lekin e'tibor uchun rahmat. Mana shu narsani musofirdagilarga ham qildingiz. Musofirdagilar Arbuz ilovasidan foydalaninglar. Akamiz zo'r tavsiya berdi. Bunaqa tavsiya qayerda bo'ladi? Obuna bo'lib, tavsiyalarni zo'rni olaverasizlar. Ko'rib olish kerak.